Boshlayapsizmi? Hamma tayyormi? Boshlayapmiz. Ko'ylakga, qani? Yutuq egasiga Xudo xayrli qilsin. Hammaga xayrli qilsin. Bismillah. Katta bo'lmasin. 1, 2, 3, 1. To'g'ri bostirib qoldi. O'rtaga turib qoldi, mana. Qo'limmi? Ha, qo'lim o'rtaga turib qoldi. Ha. Boshqatdan qilaymi? Boshqatdan qiling. Bo'ldi. Hay ketdi. Bismillah. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1. Tushdi. Tushdimi? Kim ekan bu? Mohimbonu 15. Mohimbonu 15. Mohimbonu tabriklasangiz bo'ladi. Endi yozishyapti, tepaga 3 ta qo'ring deyishyapti, sal endi. Tayyor bo'lsalar boshlaymiz. Shimga ketyapti bu. Ha. Ko'ryaptimi? Zo'r. Ko'ryapti, boshlayver, ya. Zo'r. To'g'ri tursin qo'lim. Ha, zo'r. Ketdi. Bismillah. 1, 2, 3, 1. Kim? Qo'lim oling, yaxshi ko'rinyaptimi? Dilnura Olimova. Yana qiz. Qizlar omad kelgan ekanda, bu. Bo'ldi. Dilnuraxon, Shunmi? shim muborak bo'lsin. Buni ham tanlasin. Pastga o'yinga chapga nechta qilaylik? Mana shu yerda turibdi. Bir xilgilar tepaga qo'ring, bir xilgilar pastga qo'ring deyapti. Pastga shu ko'rinmadi mana. 4 marta, 5 marta, 6 marta Aylantirib yuboravering. bo'lsa, tapshiga ketdi. Burilib va kuchini ellik. Bismillah. Qo'lim to'g'ri turibdi. To'g'ri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastga. Ketdi. Yo'q, ekan. Islomjon. Islomjon. Muborak bo'lsin. Shunisi rasmiy yozdim, bo'ldim, qo'lim olib oling. Agar prямой efir ko'rib turgan bo'lsalar, mana shu 3 ta obunachimiz sizlarga avvalambor sarporam muborak bo'lsin. Aloqaga chiqsalaring, yo nomerlarni yozsalaring, yo bo'lmasa SMS yozib qo'yib, shomdan keyin kelsalaring, Xudo xohlasa shuni bir vaqtda topshirib, hamma xursandmi? Halol bo'ldi deb o'ylaysizlarmi? Hamma mamnunmi? Bu bo'lgandan, bo'layotgandan. Fikrlaring bo'lsa, olovchalarni yondirsalaring, shu bilan tugatamiz.